Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizi devamlaştırıyoruz. Endiki leksiyimizin mavzusu Cungu iktisadı zor kasatçılıkka duç geldi. Xoda Amerika 1929 yılı şundaq kasatçılıkka duç kelgendek. Mavzulu haber 6. ayının 30. günü Van Vitor beti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Dünya Bankası derecelik iktisat şunası Gojung hem de cüretlik sözleydiğin adam. O yakında Market Watch'un ziyaretini kabul kılganda mındak görsetti. Cungu'nun gumran buluşu 1997 yıl yüz bergen Asya pul krizisi devirdikidek gumran buluşku mu? Okşamaydı. Okşaştı 2008 yılı Amerika'da yüz bergen İşkilemçi krizis devirdiki gumran buluştek gumran buluşku mu? Okşamaydı. Belki Cungu'nun gumran buluşu 1929 yılı Amerika'da yüz bergen iktisat, kasatçılık okşaş, kasatçılıkның yüz birişi bilen gumran buludu. Hoca ne deydi bu efendi? Cungu'nun gumran buluşu 1929 yılı Amerika'da yüz bergen iktisat, kasatçılık okşaş, kasatçılıkның yüz birişi bilen gumran buludu. Anlaşıla qarıqandı şu vaxtda Amerika'da yüz bergen kasatçılık qarz inovatli kengaytib etiş. Pulni qo'yib berishdan iborat pul siyosati hamda umumyuzlik holda tuvar malla bahosini tuvallatmaydi deb xato qaraganlikdan fursatparastlik yamrab ketib bozorning gumron bo'lishini keltirib chiqargan. Bu 1929 yildagi Amerikaning shu vaqtdagi iqtisodiy kasatchiligini shunday tasvirlabdi. Dal bu tasvirga solishtirsangiz bugungi Jungoning iqtisodiy ahvoli shuni o'xshash, hech qanday farqlanmaydi. Pulni qo'yib o'tish, kasatchilik. Bugun shuning diqqat qiling, Shinjingda 1 kvadrat metr uyning bahosi, uy ilg'a vaqtda 1 kvadrat metrning bahosi 61 ming necha yuan bo'ldi. Bugun 1 metr yer 61 ming necha yuan. Bir uyning bahosi shu darajada o'sib ketsa, Jungolikqa shu darajada pul topdimi yoki gap nimada? Mazg'ab. Iqtisodning mazg'ab. Shuning solganda qaraganda ba'zi Shegojingning gapi hargiz xato emas. Hozir Shegojing nima deydi? Jungoning bugungi ahvolini 1929 yildagi Amerikada yuz bergan kasatchilikqa o'xshatyapti. Shegojing bundaq hisobladi. 2016 yılı Jungo iqtisodi qaramoqqa boshqacha bir alayidlik bo'lmasligi mumkin. Biroq davlatning yarim sonliq omonat qarz berish bilan tiklab turgan uy imoratining bahosi va paychak bozoriga qattiq biqinib qolishi shubhasizki bozor burilish yasaydigan shart sharoitlarning pishib yetilganligini ko'rsatadi. Biz hozir o'tdik, uy imorat tijoratidagi bo'layotganlar Shegojonim deydi, bu burilish davri kirdi deydi. Endi burilish kerak. Jungoning iqtisodiy bir burilish kerak deydi. Shart sharoit pishib yetildi deydi. Shegojong bundaq ko'rsatdi. Hukumat arzon va tuvan o'sim bilan qarz olishga rag'batlantirib, kishilarni uy sotib olishga arzon va tuvan o'sim bilan rag'batlantirib, fursatparastlikka Jungoda ilhom berdi deydi. Jungoda fursatparastlikka ilhom berdi deydi. Jungo bugun iqtisod sohasida yo'l vasqimini oldi, lekin tushilmayapti deydi. Bu gaplar Xitoyning turaqliq iborasi, Chex Unansha deydigan bir iborasi bor ekan. Shundan misol olgan o'xshaydi. Bugun Jungo iqtisod sohasi yo'l vasqa minib olgan, lekin endi tushilmayapti buni dedi. 2007 yılı Shegojing tez surat bilan yetilayotgan Jungo bozorining o'sib yetilishi bank krizisini keltirib chiqaradi deb ko'rsatgan. 2009 yılı Shegojing Jungo bozoriga mablag' solishni aldamchilik deb ko'rsatgan. Shegojing apandi Jungoda tug'ilib, Amerikada o'qigan, Amerikada cho'ng bo'lgan. Maryland shtati sanoat universitetining doktorlik unvoniga erishgan kishi. 2007 yılı Jungo hükümeti Shegojingni Amerikaning josusi, qasddan bozorni qalaymiqon qilyapti deb ayblagan. Lekin shu chaqda Jungoning Washington turishliq bosh elchisi bu to'g'rida bir nima demagan, rost shundaq demagan, isbotlamagan yoki inkor qilmagan.
Şegojong mustaqil tefekkür kılgıcı ve mustaqil tahlil kılgıcıdır. Demek Şegojong özünün küçük işindiğen adam iken de mustaqil fikir kılıdı iken, mustaqil tefekkür kılıdı iken, birge beqinip kalmaydı iken, yoki birden qo'rqib kalmaydı iken, başta etip cüretli adam iken. Onun Asiya işleri bo'yicha tahlil qilish intayin zo'r ta'sirga ega. Onun Asiya işleri bo'yicha tahlil qilishi intayin zo'r ta'sirga ega. Bu yıl Lanhua shahar gazetida maqola e'lon qilib, bu yıl 5. ayda Jungoda zo'r ko'lamli iqtisod mazg'ab amaliyoti Jungo iqtisodining bulon pishqoq burg'icha chiriklashtirmoqda. Jungodagi hozir zo'r ko'lamdagi iqtisodiy mazg'ab amaliyoti Jungo iqtisodining bulon pishqoqlarigacha har qandig'ini chiriklashtirmoqda. Onun 2007-yilgi qiyoslardan keyin bularning hammasi haqiqat bo'lib, Jungoning iqtisodi da oshkorlandi. Şegojong 2007-2009 ve bugün nima degan bo'lsa, bularning hammasi Jungoning iqtisodiy taraqqiyoti haqiqat bo'lib, yani şu şekilde haqiqat deganligi siz biz kuzatayotgan haqni oshkorlashdagi haqiqat. Jungo iqtisodiy siyosati haqiqiy siyosat degan ma'nodagi emas. Demak, uning yo'shirayotgan taraflari haqiqiy oshkor bo'ldi demak. Delillendi deydi. Hazır tashqari dunyoda Jungo iqtisodida ansiraydigan ko'z qarashlar ikki lagerga bo'linadi. Belki bu bir lagerdagilar Jungo uzun muddat iqtisodiy azob tortadi deyishdi. Soros bo'lsa, Sorosni bilasizlarmi so'zildi. Soros bo'lsa, Jungo iqtisodiy yaqinda gumron bo'ladi deydi. Şegojong apandi dal Soros eqamadagilarning yoki Soros lagerdagilarning odamidir. Birisi uzun muddat japatatır debdi Jungolik ish og'irtdi. Soros yoki Şegojong apandilar naytsiz arda Jungo iqtisodi gumron bo'ladi deb ko'rsatdi.